some peace of mind in this lifetime. Hozir yo'ldaman, soat 1 bo'ldi va elektrichkada ketyapman. Va o'rtacha soat 1:30da yetib borsam kerak. Elektrichka 12:15 harakatlangan. Manzarani quloqladi. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together like cold iced tea and warm weather, where we lay out late underneath the pines and we still have fun in the summer. Xo'sh. Ashlarga qaraganda ozgina masofa qoldi, lekin hamma bilan chiqishga chiqsa, где-то yarim soat, 1 soat vaqt ketar ekan. Так что men qo'yganman. Pastdan o'z qiziqarli voqealar bo'ladi, chunki men pastdan tepalik ko'tarildim. Takoy manzarali atmosferniy videolarni oldim, lekin charchab qoldim. O'shaning uchun hozir makon trip bilan tushaman. O'shaning uchun makon trip bilan takoy jinni bo'lib tushadi hozir. Так что men qaytaman. Keyingi safar Toshkent. O'nta ko'tchimga chiqaman. Keyin nimoy o'rin, уже chiqib qo'yardim, просто cho'qqiga chiqib atmosferani ko'rgandan ko'ra makon trip bilan pastga tushgan yaxshi hozir. Так что bye. Throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again it's just enough to always find a way for a good time. Ikki o'siz. Bitta Spranoga gapirishimiz ham shart emas. Просто uni kuzatinglar. Weather, where we lay out late underneath the pines and we still have fun when the sun won't shine. You and me belong together all the time. Goes on and on and on. Goes on and on and on. Goes on and on and on. Sonra halaş diyor, devam edelim. I will tread down the lonesome track, set my eyes on the wild and won't look back. I will follow where my heart reacts. Venture out to the great unknown, find a place where I can feel alive again. Throw caution to the wind. I'll find İki olsuz. İki olsuz. Tamam, az bir şey atmosfera. İki olsuz. I'll find İki olsuz. Tashtirib. Oy, tamam. Fon ko'tarilib. Anaqa chiqdim men. Keyin shu tomonga chiqdim. Kontentlarni ko'rdinglar. Lekin u tomonga chiqa olmadim. Afsuski vaqt bo'yicha reglamentni o'rganmadim. seeing places and faces I've never known. Faqat shu bola sayohat qildimi desa kerak, ko'rgan. Through the trees till I see the Qatga sun. bormagan. Yoqdan emasmi? Now I know Yoqdan tushmaysizmi? I can feel Пока. throw caution to the wind. Nay. I'll find my feet on the way. I'll find my feet on the way. Makon trip! I'll find
the trees Gitti, gitti, gitti. still see the sun. Now I know that I can feel it. Don't push into the wind. I'll find my feet on the way. 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 Through the trees still see the sun. Akalar, tabiat просто bomba. Ayniqsa bu China bilan vashi jotki. Ishona olinglar. To'g'rimi aka? Ona bo'lib короче, keysanglar ko'rasiz, ko'rsanglar bilasizlar, bilsanglar his qilasizlar-da, biqa. Biqay. Ashnaqa. Короче, biz ashaqa chiqdik. Chiqishdi. Men o'shani tarqatdim. Ha, biz chiqdik. Bu yerda pastga yugurib qaytib tushyapmiz hozir. Вообще. Просто tabiat. Bum. Просто tabiat. Kelib ko'rsanglar boshqa gap. Kelib ko'rib his qilsanglar boshqa gap. Qachongacha o'tirasizlar Instagramda unday qilib. Ziyoxonov o'xshab ertalab chiqaman, habibga chiqib kiyavermaysiz, mani. keling brat. Ziyoxonovda bitta mashhur gapi bor-ku. Ha, Pulni to'y hashamga emas. sayohatga sarflang. On the way. I'll find my feet. Nima deydi? Ikki ustoz bugungi sayohatingiz qanday bo'ldi? Bu sayohat zo'r bo'ldi, bor. Ammo lekin biroq ayniqsa China bilan. Tebere tabiat qo'ynida to'g'ri. Mana jashtirib fikrini aytsin, mobil o'g'ri fikrini aytsin. Bularning fikrini yo'l bo'yi eshitib keldim ekan. Xalqni ostan dahshat oldi. Bunaqa sayohat kutmagan. Adrenalinga boy bo'ldi. Tabiat. Shunaqa ardiydi. Makon trip zo'r. Makon trip zo'r.